Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ota-onalar tomonidan eng ko'p berilgan mavzulardan biri bolani cho'miltirish va qancha vaqtda cho'miltirish kerak degan savollarga javob topamiz. Men vrach pediatr Bekmurodova E'zoza Asliddinova sizlar bilan bola parvarishi haqidagi to'liq ma'lumotlarni, yaxshi ma'lumotlarni o'z sahifamda berib olaman. Xo'p, bola tug'ildi. Bola tug'ilgandan keyin bolani har qanchada cho'miltirish kerak, qanaqa suvda cho'miltirish kerak degan savollar bilan ko'p ota-onalar murojaat qilib keladi. Cho'miltirish birinchi beriladigan savol bola yangi tug'ildi, kindik tushishini kutish shartmi? Yo'q, bu narsani kutish shart emas. Kindigini atrofini suv tegmaydigan alohida matolar bor yoki aptekada spetsialniy izolenta bor, yopishtirib qo'yib bemalol tug'ilgan kunidan boshlab cho'miltirsangiz bo'ladi. Bunda hech qaysi hozirgi meditsinada taqiqlovchi narsasi yo'q. Va bolani qanday cho'miltirish kerak? Ko'p ota-onalarni qiladigan xatosi, onajonlarni, qaynanalarni qiladigan xatosi bu bolani boshidan birinchi suv qo'yishadi, bola cho'chiydi. Bu bola 2-3 yoshgacha aniq bu bola xuddi shu usulda cho'miltiriladigan bo'lsa, suv travmasi bilan niqib bo'lib, umuman cho'milishga baqirib cho'miladi, agressiya bilan cho'miladi. Shuning uchun eng yaxshi usuli bolani oyoqchalaridan birinchi boshlab tepaga qarab sekin-sekin suv qo'yib bolani suvga o'rgatgan holatida cho'miltirilgan ma'qul hisoblanadi. Bolani har qanchada cho'miltirish kerak degan savolga har kuni cho'miltirish kerak. Aynan shart emas, bolani ko'pikli suv bilan shampun, sovun qilib har kuni cho'miltirish shart emas. Shunchaki bitta cherida yoki romashka qaynating, mazkur suv solingan vannada qaynatingda ustidan bir kosa suv qo'yib yuboring, bo'ldi. Shu ham cho'miltirish hisoblanadi. Terisi yangilanadi. Har cho'milganda bola ves oladi. Terisi orqali boshdagi oylarda terisi orqali nafas olayotgani uchun cho'milish juda ham katta sog'ligi, immunitet uchun yaxshi решение hisoblanadi. Bola cho'milganda asosan qanaqa suvda cho'miltirish kerak? Biz tavsiya qilamiz, agarda bolada allergiya bo'ladigan bo'lsa, buni cheredali suvda cho'miltirish kerak. Agar bola notinch, bolani tinchishni xohlaydigan bo'lsa, bunda romashkali suv bolani yaxshigina tinchlantirib beradi. Bolada birinchi o'rinda 3 oygacha massaj biz buyurmaymiz. Vannalar, o'zingizlarning uyingizda vannaga ballonchalar bor, toqadigan spetsialniy, o'shani taqinglarda suv to'ldirib sekin-sekin bolani birdan suvga qo'ymasdan oyoqchalaridan boshlab sonigacha, tizzasigacha qilib sekin-sekin o'ynab bolani suvga qo'yilganda juda ham bola birinchi kunlar qo'llarni agar o'zingiz ham yosh bolangiz bo'lsa kuzatsangiz bo'ladi. Birinchi kun qo'llar mana shunday bo'ladi. Keyin sekin-sekin ochiladi. Tonusni eng yaxshi tashlab beradigan narsa bu suv hisoblanadi. Shuning uchun suv va bolani muloqotini juda ham yaxshilash kerak hisoblanadi. Agar sizga ham shunaqa manfaatli videolar kerak bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.